Assalom qizlar, bugun sizlar bilan yanaman. Bugun sizlar bilan mani 100 mingta bo'lganimni nishonlaymiz desam ishonmaylar, chunki biz 100 ta bo'ldik. Xudo xolasa 100 mingta bo'lganimizda ham shunaqa katta tortlar qilib tabriklab o'zim nishonlash nasib qilsin. Hozircha faqat shu sham bor ekan, o'shaning uchun nollarni ham montajda qo'yib yubordim. Zato ichimda yo'q, o'zimda yo'q xursandman, ichimda yo'q dedimmi. Xullas qizlar, bugun sizlar bilan gaplashadigan temamiz seriozniy tema, chunki bizga kecha Instagramdan kelib bitta SMS kelgan. O'shani hozir sizlarga aytib beraman. Makiyaj qilib ketishim kerak. Hali xo'roz qichqirmasdan oldin men turib olganman va makiyaj qilib ketishim kerak. To'garagim bor. Xo'p qizlar, SMS ga keladigan bo'lsak, короче, aytibdilar, men sizni YouTubedan ko'rib yozdim. Mendan kichkina bo'lsangiz kerak. Meni hozirgi vaziyatimni tushunasizmi, tushunmaysizmi bilmadim, lekin menga hozir qiyin bo'lyapti. Xullas shunaqa gaplar yozganda. Bitta qiz xullas kelin, 2 oylik kelinman deb yozganlar-da. Короче, qayni singillari bilan muammo bo'lyapti ekan. Короче, qizlar gapni cho'zib o'tirmayman. Hozir sizlarga o'zini yozgan SMSini o'qib berib qo'ya qolaman. Yaxshimisiz? Men sizni YouTubedan ko'rib yozyapman. To'g'ri, siz hali kichkina ekansiz. Meni holatimni tushunasizmi, yo'qmi bilmadim. Xullas, men 2 oylik kelinjakman. Meni bitta qayni singlim bor. O'zi kelin bo'lib tushganimdan beri kun bermaydi. Oyijonga yomonlaydi, erimga ham yomonlaydi. Necha marta oilamiz buzilib ketishiga ozgina qoldi shu qayni singlimni deb. Xo'jayinim bilan sevishib turmush qurganmiz. Oyijon ham meni rosa yaxshi ko'rardilar. Lekin 1-2 marta qayni singlim menga tuhmat qilgandan keyin qaynonam ham menga yomon gapirishni boshladilar. Boshida o'zi qayni singlim bilan yaxshi kelishar edik, lekin meni narsalarimga so'roqsiz tegishni boshladi. Hali qarasa u kiyimingizni berib turing deydi. Hali qarasa pomada, tush, shunga o'xshagan narsalaringizni berib turing deydi. Lekin bu qilayotgan adashib ketdim. Bu gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Men boshida unga yaxshi gap bilan tushuntirdim bu narsalarni. Keyin voy kelinoyin, mendan narsalaringizni qizg'onyapsizmi deb arazlab yurdi va 1-2 marta menga yomon tuhmatlar qilib haydatmoqchi bo'ldi. Voy, nima bo'lyapti nutqingga seni? Shuni aytib chiqsangiz degandim. Hali qayni singlim ham turmushga chiqadilar. Balki o'shanda meni holimni tushunib qolar. Iltimosimni qayni singillarga yetkazib qo'ying. Kelinlarga ham oson emas deb o'z fikrlarini tugatibdi obunachimiz. Xullas qizlar, men bu fikrga qanaqa qarayman? Конечно, men tushunaman, to'g'ri tushunaman, chunki baribir hammaning ham narsasi o'ziniki, o'zi olib ishlatish kerak deb o'ylayman. Men hali kelin emasman, bilmayman, ularni to'liq tushuna olmayman baribir, lekin qayni singilman va o'z o'rniga kelganda narsalarni so'rab turishim mumkin, lekin ko'proq so'ramaslikka harakat qilaman. To'g'ri, rostdan ham bu qilayotgan ishimiz noto'g'ri. Agar qayni singillar meni ko'rib turgan bo'lsa, kelinlarni o'zlarining narsasi, bu o'zlariniki. Ular o'zlariga sotib olib kelganda uyga, u baribir rostdan ham ayniqsa tush, pomada va shunga o'xshagan narsalar umuman gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Birovnikini ishlatish, baribir ba'zi bir befarosat qayni singillar bor. Men ham kichkinaligimda shunaqa qilgandirman, bir paytlar qilgandirman, lekin hozir bu narsaga to'g'ri tushunaman, to'g'ri qarayman. Keyin tim bo'liq qayni singillar ham baribir qiz bola, ular ham rostdan ham ertaga erga tegishi bor, boshqa bo'lishi bor. Shunaqa qilib qayni singillar hamma to'g'ri tushunishini so'rab qolgan bo'lardim. Baribir o'zinglar ham ertaga kelin bo'lasizlar, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun kelin oilalarni to'g'ri tushunib, narsalarga teginmanglar, o'zlarini narsalarini o'zlari ishlatsin, o'zlari uchun olib kelgan narsalarini. O'tkazib shunaqa qilib meni makiyajim ham tayyor bo'ldi. O'zinglarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu kelin qanchalik to'g'ri gapiryapti, yoki noto'g'ri gapiryapti? Menimcha 100% to'g'ri gapiryapti. U boshida men to'g'ri tushuntirdim deyapti, to'g'ri tushunmadi. Qayni singlim haydatishga harakat qildi. Bu paytda menimcha 100% qayni singil noto'g'ri gapiryapti deb o'ylayman, chunki baribir noto'g'ri ish qilyapti-da qayni singlisi. Bu to'g'ri gapiribdi, tushunmabdi, yana eriga yomonlabdi, qaynonasiga yomon. Xullas qizlar, o'zinglarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar bu narsa haqida. Men to'g'risi kutmagandim shunaqa darajada bo'lishi mumkin deb. Vot qizlar, makiyajim tayyor, men ketdim. Makiyajimga ham 1 dan 10 gacha baho berib ketinglar. Men bu temaga ham o'zinglarning fikringizni yozib qoldiringlar qizlar. Shunga o'xshash qanaqadir voqealar bo'layotgan bo'lsa, sizlar ham kommentariy meni o'zimning Instagram akkauntimga yozishinglar mumkin. Albatta, hammanglarnikini o'qib ko'rib, albatta unga yechim topamiz birgalikda. Xullas qizlar, men ketdim. O'zinglarning fikringizni yozib qoldiringlar. Kanalga podpiska ham bosib qo'yinglar. Hali men 100 mingta bo'lishim kerak. Namcha xullas dedim.